Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun butkul dunyoda hamma insonlarni sarosima jiddiylashtirgan, butkul dunyo bo'yicha oldinishga tadbir elish boshlagan koronavirus to'g'risida to'xtalamiz. Hammalarga hozir koronavirus Dunyo səhiyyə təşkilatı tərəfindən yer şari xarakterlik ommaviy sog'lomlik masalasi deb e'lon qilindi. Bu e'londan keyin dunyoga barliq davlatlar bu kasallikni oldinish to'g'risida tadbirlarni elish boshladi. Turkiya bu davlatlarning ichida biri. Hammalarga ma'lum bo'lgandek 16 mart 2020dan boshlab barliq asosiy ma'rif va oliy maktablarda ta'til yoki uydan uzoqdan dars elishni qaror qilindi. Biz vatan sirtida yashayotgan Uyg'urlar balkim bu to'g'risida hammalar o'qiyapmiz, ko'ryapmiz. Shundaqmi biz eskartish maqsadida bugungi bu suhbatni o'rinlashtirdik. Asosiy maqsadimiz bu virusningki dunyodagi umumiy ahvoli, yuqumlanish ahvoli va qanday o'zimizni bu kasallikdan uzoq tutamiz yoki oldini ola olamiz to'g'risida to'xtalamiz. Koronavirus hammaning ayon bo'lgandek Xitoyniki Wuhan shahrida chiqib, intayin qisqa vaqt ichida Xitoy va dunyodagi barliq davlatlarga tez suratda tarqaldi. Bugun qadar 100 dan ortiq davlatlarda koronavirus bulunmoqda. Dunyoda bugungi statistika asoslangan chog'da koronavirusdan yo'qlanganlarning soni 145.714, bu kasalliklardan o'lganlarning soni 5.436. Bu yaqinqi zaman tarixida yuqumli kasallik bilan o'lganlar va bu kasalliklardan yuqumlanganlarning soni eng ko'p bo'lgan kasalliklarning biri. Bu kasal qanday yuqadi? Oldindan yuqumlanish usulini, yuqumlanish yo'lini bilsak, buni oldin olish uncha tez emas. Amaliyotda har qaysi davlatlarda to'xtamay barliq xalqlarni qo'rqmaslikqa, jiddiylatmaslikka da'vat qiladi, lekin hammalarga ayon bo'lganda kasallikka yuqumlanish sur'ati intayin tez, o'lish nisbati yuqori bo'lganligi uchun hammalar andishida. Tabiiy qanday qilgan chog'da buni yaxshi bir taraf qilamiz masalasida oldindan psixikalik tempoqni yaxshi tutish kerak. Buningda haddidan ziyod qo'rqib ketib, keraksiz oldin olish tadbirini olishga bo'lmaydi. Hatto sal qarab bu kasallik balki menga yuqmaydi deb oddiy qarashga bo'lmaydi. Shunlashqa cho'qim davlatlarning, har qaysi davlatlarning o'zining chiqargan belgilamaga, siyosatlarga aniq diqqat qilsak, uningdan keyin hammalar o'zimizniki sog'lomligiga mas'ul bo'lsak degan umiddaman. Bu kasal hammalarga ayon chachrash orqali yuqumlanadi. Chachrash degan vaqtimizda tükürük orqali yoki har qaysi sho'lgalar orqali yuqumlanadi. Asosiy yo'li bu. Shunlashqa shu parang sirtga chiqqan chog'da maska taqishniki tavsiya qilish asosiy sababi bu. Undan ko'p uchirish o'rinlari deydi. Ko'p uchirish o'rinlarida yana o'xshashlar. Yaqin turgan vaqtimizda paranglish jarayonida og'zimizdan chiqqan har qaysi tükürüklarniki boshqa qarshi tarafga chachirishi bu kasallikni yuqumlanishga sabab bo'ldi. Tabiiyki sirtga chiqqan chog'da bir-birlan yuqumlangan odamning yanada o'tish yoki yuqumlangan odamlardan qo'llarimizdan tegib ketishi, balkim yuqumlanadi degan nurg'ulg'an savollar bor. Buningda diqqat qilgan nuqtamiz, agar biz yuqumlangan bir odamning tutgan narsasini tutsak, balki shu yerda virus bo'lsa, balki bizga yuqishi mumkin. Shunlashqa har qanday vaqtda sirt chiqqan chog'da ommaviy qatnash vositalarini qo'llangan vaqtimizda bu xil ahvol yuz berish ehtimoli intayin cho'ng. Uchinchisi, odamlar ko'p bo'lgan yerdan yuqumli qilish ehtimoli bor. Chunki bunday ahvolda o'xshashlar ba'zi odamlarniki o'tilgan vaqtida boshqalarga chachrab ketishni diqqat qilmay rohat shaklda o'tilish, tush ko'rish shaklida tushgan vaqtimizda, o'tilgan vaqtimizda og'zimizdan chiqqan so'zlarning boshqalarga chachrab ketish orqali yuqumdi. Ana bu kasal qanday oldin og'ili bo'ldi degan vaqtimizda oldin olish intayin oddiy, hammalar o'zimizningki tasliq alayda diqqat qilishimiz kerak. Qo'limizni birinchi o'lab to'xtamay har qanday vaqtda bir bilan ko'rishgan vaqtimizda, sirtga chiqqan vaqtimizda, o'rtaq bir narsani qo'llangan vaqtimizda darhol qo'limizni yuvishimiz kerak. Undan boshqa o'tilgan vaqtimizda amal va
qo'limizda bir qatim ishlatadigan tozliq qog'ozini tutish orqali o'tilish va uni darhol bir og'zi itik axlat sanduqliga tashlab o'tish. Tush kelganda o'xshash, agar qo'limizda tozliq qog'oz bo'lmay qolsa, qo'limizni egil shaklda ichki tarafiga tutib turib o'tilish yoki tush ko'rishimiz kerak. Undan keyin qaytgandan keyin eng qisqa vaqtda atrofimizda mavjud bo'lgan suvxonlarga kirib qo'limizni supun orqali yuvishimiz intayin muhim. Bu da qo'limiz yuvimiz degan vaqtimizda nurg'ulagan xato qo'l yuvish usullari bor. Buni men ko'zatdim. Qo'l yuvgan vaqtimizda cho'qim tafsiliy to'g'ri yuvishni o'rganishimiz kerak. Ko'pincha qo'l yuvgan vaqtda supun olib oldi va keyinini ishdan yuvdi. Undan keyin barmoq orasidagi mikroblarni va viruslarni o'ldirishga bu ishga yaramaydi. Shunlash qo'l yuvgan vaqtimizda oldi bilan ishchini, teshni supurlash orqali uni barmoqlarni ichish, har bir barmoqni ayrim-ayrim yuvish, bularni barmoqlarning orasiga bu bo'shliq qolgan mikroblarni, viruslarni o'ldirish orqali bu kasallikdan qutulish tamoman mumkin. Shunlashqa o'zimizning tozliqqa alohida diqqat qilsak, ikkinchisida oilada hammaylar bo'libmi, oilada jon sanjiq bo'lgan oilalar alohida qilgan ishlarning birisi uyning havosini pat-pat almashtirib turish kerak. Chunki tamoq yeyotgan vaqtimizda ba'zan oshxonalarni eshik ochib qo'yib qilish orqali havoni pus bo'lish, undan keyin odamlarniki yashagan o'rtamda bu xil mikrob viruslarning ko'payishiga sharoit bo'ldi. Bu sababdan havo masiri isib qoldi. Chuqur uyning havosini har bir soatda bir qatim almashtirishga alohida diqqat qilishimiz kerak. Uchinchisidan mumkin bo'lsa sirtiga oz chiqish bo'lib ommaviy qatnashni oz ishlatimish, avtobus, dolmush, metroga o'xshash. Ommaviy qatnashni ishlatgan vaqtimizda cho'qim ularda yiqilib ketmaslik uchun tutadigan tutqichlar bor. U yana hammadan tutadi. Men boya degandek chachrantilar orqali sho'xlan kasallik bo'lganligi uchun agar bu xil viruslarni yuqmagan kishilar bo'lib qolsa, u yana tutgandan keyin biz u yana tutsak, balkim u yerda qolib qolgan o nam yoki suyuqliklar bizning vujudimizga kirsa, balkim yo'qolib qolishimiz mumkin. Bunday holatda og'zimizni, burnimizni, ko'zimizni bevosita vujudimizga kiradigan ochiq organlarni tutishni alohida diqqat qilishimiz kerak va darhol mumkin bo'lsa yanchiqimizdan suluq qog'ozlarni ilib qo'limizni tozalash va darhol yaqin atrofdagi suvxonlarga kirib qo'limizni supurlab yuvishimiz kerak. Eng oxirida diqqat qilgan muhim nuqtalarning biri tamoq, yemek-ichmakka alohida diqqat qilish kerak. Yemek-ichmak degan vaqtimizda immuniy sistemamizni kuchlantiradigan tamoqlarga bekrat diqqat qilsak, tabiiyki bizningki ko'pincha tamoqlarimizda zanjivil, samsoq va piyozni ko'p ishlatamiz. Bundan keyin ko'p ishlatishga tirishsak degan umidda. Chunki zanjivil, samsoq, piyozlarniki virus va bakteriyani o'ldirish kuchi intayin kuchli. Oilada cho'nglar, undan keyin homilador ayollar bo'lib qolsa, buni alohida diqqat qilishimiz kerak. Chunki sirtga chiqib kirgan yosh bolalar bo'lib qolsa, homilador ayollar va ya cho'nglarni kirgan chog'da cho'qim oldi bilan o'zimizning qo'llarni yuvib, pokiz bo'lgan vaqtda ularning atrofiga kelishimiz kerak. Endi qanday ahvol ostida doktorxonaga boramiz degan vaqtda koronavirusniki yuqumlangandan keyin ifodalarning birisi qizitish, ikkinchisidan quruq o'tal, intayin yengil bir shaklda, undan keyin ich surishmi bo'ldi. Agar bu xil ahvol ko'rib qolsa, darhol biz doktorxonaga berib ma'lum qilishimiz va tekshirish olib berishimiz kerak. Boshqa savollar bo'lib qolsa, yana qaytadan program o'rlashtirsak yoki savol-javob shaklida videoni ostiga yozsanglar, men yoki bu kasbdagi barliq qarindoshlarimiz o'zining qo'lidan kelishicha javob beradi deb o'ylayman. Oxirida hammalarning tinning salomat bo'lishini va bu xil jiddiy vaziyatdan hammaning sog'-salomat o'tishini Allohdan tilayman. Hammalarga salomatlik yor bo'lsin. Rahmat.